Agar sizni farzandlaringiz injiq, yaxshi ovqatlanmaydigan, yaxshi uxlamaydigan, asabiy, urushqoq bo'lsa va tez kasal bo'ladigan bo'lsa, siz bolangizga immunomishqalarni bering. Buning ikki xil varianti bor. Bu birinchisini ichida vitamin D3, vitamin E, vitamin C va sink bor. Bolangizning immunitetini mustahkam ushlab turuvchi barcha kerakli moddalar bor. Bunisini ichida esa 10 xil vitaminlar bolangizga keraklisi bor. Ichida vitamin E si bor, vitamin A si bor. Bolangizni yaxshi o'sishi, yaxshi rivojlanishi uchun kerak bo'lgan K1 vitaminigacha ichida bor. Bolalaringiz bu vitaminlarni yaxshi ko'rib ichadi. Nima uchun? Aynan yeydi bularni. Bolangiz 7 yoshgacha bo'lsa, bittadan mana shunaqa immunomishqa marmeladkalarini berasiz va bu bitta farzandingiz bo'lsa, bu 2 oyga yetadi. Ikkita farzandingiz bo'lsa, bu sizga 1 oyga yetadi. 185 ming so'm turadi. Bolangiz sizni quvontiradigan, aqlli, yaxshi rivojlangan, kam kasal bo'ladigan yoki umuman kasal bo'lmaydigan natijaga olib chiqasiz. Bolalaringizni asrang, salomatligini o'ylang va bolalaringizga foydali bo'lgan immunomishqalarni ularga bering. Mahsulotni zakaz qilish uchun quyidagi pastdagi raqamga telefon qiling.